Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi video lavhamdagi ma'lumotni eshitib hayron qolishingiz aniq, chunki buni men ham bilmasdim. Bugungi video lavhamizda jigarni yangi chaqaloqnikidek qilib tozalab beradigan ajoyib mahsulot haqida ma'lumot taqdim etamiz. Biz yoshligimizda bu mahsulotni qarib qopdi-ku deb yemasdan tashlab yuborardik. Yeyishga arzimasdi ham, lekin juda foydali ekan. Sariq kasali va jigarga eng yaxshi davo ekan. Uni nomini eshitib hayron qolasiz. Qarib qolgan bodring, ya'ni sarg'ayib ketadi-ku bodring, xuddi o'sha bodring. Pishib sarg'ayib ketgan bodringni quritib, maydalanganidan 100 gram olib, sirli idishga solinadi. Ustiga yarim litr suv quyib va 20 daqiqa davomida past olovda qaynatiladi. Qaynatmani kuniga 3 mahal taomdan oldin 120 mg dan ichiladi. Bu qaynatma sariq kasalligiga ijobiy ta'sir qiladi. Bundan tashqari 100 gram pishib o'tgan bodringni maydalab, sirli idishga solinadi. Ustiga yarim litr qaynagan suv quyib, yana 10 daqiqa past olovda qaynatiladi. So'ng sizdirib olib, kuniga 3 mahal taomdan 30 daqiqa oldin ichiladi. Bu jigarni bezovta qilishga yo'l qo'ymaydi. Biz esa bu bodringni qarib qopdi-ku deb uzib, maydalab molga chopib berib yuborardik. Axir bobolarimiz tabiatning o'zi tabib deb begorga aytishmagan ekanda, albatta buni ham sinab ko'rishga harakat qiling va Hayron o'z kanalini kuzatishda davom eting.